Assalamualaikum, hörmətli qarindaşlar. Bugünkü söhbətimizə xoş gəldinizlər. Bugün 2021-ci ilin 3-cü ayının 7-ci günü yekşənbə. Bugün bizning fəxrlik alimimiz doktor Erkin Sılhakimiz bilan doktor Mehmet Taş qarindişimiz birlikdə bizə Uyğur projekti haqqında, Uyğur projektidagi fəaliyyətləri olubmu muş to'g'risida so'z qilmoqchi. Qani Erkinga xush keldi ekaningizga. Va alaykum assalom, ko'p rahmat ukam. Doktor Mehmet Taş, hoş geldiniz. Avazım kelavatamda. Siz avazını işletmezsiniz. Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Programımız hoş geldiniz. Rahmat. Hoş bulduk. Ondan da Erkinga mesela her hafta asasen Uyghur qarindaşlarga vatanda bo'layotgan ahvollar bilan birlashtirib turib umid bag'ishlayotdilar. Bugün bizningki sizdan so'ramoqchi bo'lgan savollarimiz Uyghur projekti degan tashkilot haqida, qachon qurilgan, g'oyasi nima? Mush haqda boshlab ketaylik. Anisi ekran marhamat. Söz sizde. Oldu bilan sizniki biz uchun mustaq bir fursatni yaratib berganingizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Shundaqla ko'rurmanlar qimmat vaqtingizni chiqarib bu ishga qiziqib hozir ko'rayotganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Uyghur Project Fondi 2019-yili 6-oyda rasmiy tizimga oldirildi Amerikada. Biz bir advokat shirkatiga pul to'lab shular orqali qildik rasmiy bir organ qilib. Anadan keyin onun uchun kirimsiz tashkilot NPO deydi, non-profit organization degan. Bu salohiyatni oldik. Bu salohiyatniki Amerikada. O nima desa, kirimsiz tashkilotlarga Amerikaniki fuqarolari pul qilsa, qilgan pul uchun tek boj to'lamaydi. Amerikada bizniki to'laydigan necha bojlarimiz bor. Federal beji, devlet beji var, aniken ştatның beji var. Müşkil başka kelgan vaqtida agar bir kirimsiz tashkilotga ma'lum miqdorda pul iyon qilsangiz, u pul uchun nima to'lamaysiz endi, boj to'lamaysiz. Bu kambag'allar uchun bu ishning cho'ng qimmati yo'q, ammo boylar uchun nurg'un boylar bor, ular har yili kirimining bir qismini kirimsiz tashkilotlarga iyon qilib yetib, shu orqali ikki kishini tang qilalaydi. Birisi kirimsiz tashkilotlarniki ma'murlashga hassa qo'shadi. Endi bu bir saxovat ishi endi. Saxovat ishiga to'pi qo'shadi. Ikkinchisi to'laydigan bejini azaltadi shu orqali. Shunga bunun çok rahmeti var. Ondan şu Uyghur bizningki korxonachilarimiz g'arib ellarda yashayotgan xususan şu tashkilotimizga pul iyon qilib buningki talonini hujjatini bajlarız tapışırsa hem bajın müşahede hem Uygur'umuzdaki ronak tepiş için hemkarlaşkan hem de nüvoğun bulduk ende. Esas buludu. Şuna kirimsiz tashkilot deganniki qimmati hali zo'r. Bu jihatda o doktor Taş Mehmet inimiz yaxshi biladi. O'zi burun boshqa bir Amerikaniki kirimsiz tashkilotda ishlab boqqan. Endi abaydaman degandek bizningki bu Uyghur Project Fondi bir resmi organ Amerikada. Biz her yili direktorlar yig'in içip yig'inning xotirasini Amerikaniki hukumatiga topshiramiz. Undan boshqa 4 yaba her yili tizimimiz biz yine qaytadan bizniki qanday ishlarni qilganligimiz haqida bir yilning ichida bu yilniki 5-oyda qilamiz yaqinda. Andan keyin bir yilning ichida Uyghur Project Fondiga qancha pul kirdi, ani pullarni qancha xarjladik, u pullarni nega xarjladik, mush haqida tafsilli takror beramiz Amerika hukumatiga. Shunga bu bir muntazam tashkilot. Buningda Uyghur Project Fondida hozir 6 kishi bor ishlayotgan. Men raisi, biz 4 odam direktorlar a'zosi, 4 direktorlardan 4 bor, men bu direktor hisoblanaman. Ondan başka bir buğaltır var, yani bir sekreter var. Sekreterden başka 5 kişinin ki hemmisiniki
doktorluk ünvanı var. Hemen doktorlar. Naydi yukarı süpet iş kıldıgan. Anlakin Uyghur Project Fondu'ndaki bir adikat şirketi bilen münasebet kurvagan. Biz üzümümüz düşenmeye başlayıp kalsa şulardan mesela sorayımız. Ulanıki mülazimeti kıymetrak 10 minutluk işlağımı 25 dolarlık pul aldı ola. Saatine 200 dolar maçlarak. Lekin ulan soraylar aşağı pek köp çıkmaydı. Desivide köprek batı hazır barbara üzümüz üyengenlikin asasen soramayımız bazı mağaçlarını şulardan sorayımız aşağı kalıp hep mavatımız. Demek bizdeki maliyerimiz mi bizdeki bütün bank hesabı asasen bizdeki pulumuz işkiyede bir bank hesabımız var məxsus. Mesela müşkatim Facebook'ta toplanğan iyanlarının ki hemsi futurluk şu bankaga bardı. Bankaga bardı, bankaga berişten başka Facebook'naki nayet yaxşı hizmeti var. Ola bir Excel hücret tayarlap, şu hücrette kim o qası günü qançık pul iyanı kıldı, hemmini tepsili dikkat çıkarıp durdu bula. Şuna pul bankaga kirdi, hakikaten pul da kirmedi, onun bazıda 15 gün, bazıda bir aydan köprek vaqt ketedi. Pul bankaga kirdi, andakin Facebook'tan bir dikkat çıkarıp durdu, o dikkat saxlaqlık. Bunu her kadar adam bir tekşürgüdü oldu şunaqandı. Albatta bunu xalqqa ko'rsatmaymiz. Agar Amerika hukumatlaridan tekshiramiz desa tekshiralaydi bu ishni. Yana bir kanal bizniki torbet orqali ya'ni qilib torbetimizniki ya'ni qilish funksiyasi PayPal ulag'liq. Uni qilish uchun shu ma'lum bir shirkatga ulash kerak ekan. Biz tekshirib seçtirish orqali PayPal'ni yaxshi ko'rdik. Shu o PayPal ulag'liq. Torbette de yani kağallar ya ki PayPal yani kağalların pulu futurluk PayPal'ga bardı. Anladık biz PayPal'dan bank hesabımızı köçürüp koymuş. Aşağı bu başka bu yerde hesaplar intayin enik. Bundan başka yani bir mühim neyse Uyghur Project Fondu'da işlevatkan bu 6 kişininki hemisininki tulukkuluk hizmeti var. Mukim hizmeti var. Hemesinin hizmetimiz var. Bizninki pulumuz özümüzge yetip aşıyordu. Aşağı bu başka halktan kelgen pulni ondan qilib qo'yadigan ish qat'iy mumkin. Mana shu masalada biz bir g'ayvos birimiz de ularni olmaymiz. Shundan boshqa bu yerda iqtisodni aniq aşağı menvatda abaydaman degandek bizniki bütün iqtisodimizni buxgalterlar men tank ko'ralayman. Qaysi nima ketayotganligini. Tashkiliy qurilma jihatdan shunaqa bir muntazam bir tashkilot aşağı ketyapmiz. Endi buniki maqsadi nima desangiz meniki haftalık videolarımni ko'rib turayotgan qarindoshlar buni biladi. Hozir endi vatanda Uyg'urlikqa oid narsalar asosan yo'qolib ketdi. Uyg'ur nüfusidan boshqa. Uyg'ur nüfusi asosiyatan hozirmi hayot bor, lekin undan boshqa bizniki Uyg'urlikqa oid tilimiz, madaniyatimiz, urf-odatimiz, uy binolarimiz, yerligimiz hatta. Hem kitap, hem nesrimiz, mektep, hem nesrimiz yo'qolib ketdi. Endi bundan keyingi ahvolimiz qanday bo'ladi, buni bilmaymiz. Ammo umid bor. Cho'qim Xudoyim bo'lsa, yana bir necha yilga qolmay xalqaroniki besim bilan Xitoy Uyg'urlarga qaratgan zulmni to'xtatishga majbur bo'ladi deb o'ylayman men. Hozir ular xil tipirladi yaqin. Tipirlab o'zlarini taktiklerini o'zgartirib qilyapti. Lekin hozirgi dunyodagi Xitoyning zulmga qarshi ovozning kuchayishi odamni antan qildigan darajada hozir. Shu aytliki 8 mart kuni Dünya Ayollar Bayrami g'imo hozir nurg'un organlar tayyorlab o'tadi. Uyg'ur ayollari uchun ovoz chiqarishga. Mana bir necha guruhda bor buning ichida. Chiqilib hozir xalqarada anayda bir cho'ng yaxshi vaziyat shakllandi. Aslida bu boshqa Uyg'urlarniki ishida zo'r o'zgarish bo'ldi deb o'ylayman nechilarning ishida. Shundaqdimi uningda u kapolatga ega emas. Biz 100% shunaqa bo'ladi demaymiz. Nurg'un kishilar mana Facebook'da yozib qo'ydi, Allohdan umid kutish kerak. Allohdan umid kutamiz. Lekin bizga bir aniq signal kelgani yo'q. Aslida bu boshqa biz Allohga qarab o'tirmay o'zimiz qiladigan ishni qilishimiz kerak. Odatda bizniki tirishchiligimiz oldida keladi. Alloh natijani uni kim biladi? Shunga biz o'zimizni qilishga tegishli ishni qilishimiz kerak. Bu shunaqa ahvol ostida
Bu yerdeki bizdeki yetakchi yerimiz nima deganda, chet elda Uyg'urni saqlab qilish uchun qilib bo'lgan ishlarni hammasini qilaylik. Mushtaq bir maxsus organ orqali degan ideyada bu nimani qurdik, Uyg'ur Project fondini. Amerikada kirimsiz tashkilotlarni tizimlatgan chog'da uni 3 kategoriyaga ayirdi ekan. Birincisi saxovat, charitable, ikincisi ta'lim tarbiya, educational, üçüncüsü religion, din. Muş 3 kategoriya bo'yicha mang'ad ekan. Kirimsiz tashkilotlar. Biz bunun ichidan ta'lim tarbiya va saxovat ikkisini tanladik. Nima deganda bizningki ahvolimiz, ko'rinishimiz mush sohaga mos keladi. Ashta boshqa mushuni tanladik, bizning xarakterimiz jihatdan mushundaq. Endi mushuni moslashtirib bir narsani deb qo'ygan bor. Menga to'xtamay chet eldagi qarindoshlardan iltimoslar keladi. Bu Turkiyadagi qarindoshlardan. Masalan, ba'zilar ig'ir kasal bo'lib qolib, uni pul chiqarolmaganlar bor. Bolalarniki o'qishiga pul chiqarolmaganlar bor. Ba'zilar o'zlarining o'qishiga pul chiqarolmaganlar bor. Shunimiz pulni berib turgan bo'lsanglar, keyin qaytarib. Endi Amerikadagi bu kirimsiz tashkilotlarning ishi shunday muntazam ma'nodan boshqa biz faqat o'zimiz aslidagi nizomnomaga yozgan xarakter doirasining ichida ish qilmaymiz, uning ichida tashlash qilmaymiz. Çünkü albatta men degan 3 xil ahvol. Og'rib qolganlarga pul chiqarib berish, bolalarniki o'qish pulini to'lamaganlarga pul chiqarib berish yoki o'zini o'qish pulini to'lamaganlarga pul chiqarib berish. Bu ishlarni biz qilmaymiz. Bu bizniki doiramiz ichida emas. Bizning qilgan ishimiz shu ta'lim tarbiya, lekin saxovat. Bu yerda saxovat deganning ma'nosi nima desak, Uyg'ur Project fondi ishlarni o'zimiz qilmaymiz. Albatta men degandek bizningki ot odamniki hammasining butun kunlik xizmati bor. Aldash ütümüz, biz ish qildiganlarni tepib, ularga iqtisodiyotni yordam qilamiz. Bu saxovat deganiki ma'nosi shu. Biz saxovat ishlarni qildik deganiki ma'nosi shu. Shunga hozir qadar qilayotgan ishimiz qarasanglar, biz asosan shunaqa qilyapmiz. Ta'lim tarbiyachi. Ta'lim tarbiya ishida biz bu Uyg'ur axborot markazini qurdigan chog'da men advokatimiz bilan ko'rishgan. Uyg'ur axborot markazini ayrim tizimlash haqida. Ko'rsam, ular buni ayrim tizimlashning hojati yo'q. U ta'lim tarbiya ishiga kirdi, o'sha boshqa Uyg'ur Project fondiniki aslida bo'sh bo'laverdi dedi. Shunga bizni shu aslida mandiryapmiz hozir. Shunga bizniki Uyg'ur Project fondini qatqan, adamlar axborot markazini qatqan ishi ta'lim tarbiyaga kirdi. Buningda Uyg'urcha qismi bor, lekin ingliz qismi bor. Bulutma bizning bir torbetimiz bor. Torbetimiz gayet kuchli. Hozir chet elda ondan paylanganlar qilib yana birisi uygurinfo.org degani. Uygurinfo.org degani. Nima? Aytaxon. Hemen birazdan chiqay uni. Onun başqa endi hozir men torbetiga qaradim. Uyg'ur Project fondiniki mudiriyat heyeti ichida 5 kishi bor ekan. Hem de hozir birazdan keyin Mehmet'in doktoruma kelishi mumkin. Başka heyet a'zolaridan doktor Mehmet Taş qarindoshimiz bugun biz bilan birga. Doktor Mehmet Taş'tan biraz şu teşkilat to'g'riliq bir ifodasini anlab bakalım. Ya, selamünaleyküm. Ben çünkü falan şununla teknik sebeplerden dolayı halbuki arkadaşım açıkça emas. Ya yaxshi. Onun tarafından aslında durup kırıyordunuz. Vaqtdan vaqt chiqarib, shunday qilyapmiz. Sizniki endi bayatni erkinkamı deb o'tdi. Bu yerda bu tashkilotningki board a'zosi, ya'ni doimiy heyet a'zolari hammasi doktorlik unvoni olgan, o'zining ma'lum muqim xizmati bor kishilar ekan. Demak, ya'ni bu tashkilot degan gap yanchiqning pulini chiqarib, vaqtdan vaqt chiqarib o'zininki iqtidorini Uyg'urlar ishlatadi degan gap endi-ku. Boshqa qarindoshlarning vaqti bo'lgan bo'lsa, aslida biz hammamiz e'lonni chaqirmoqchi edik, ammo bu vaqt o'tdi kelmay qoldi. Inshaalloh yeni bir programda yine şu 5 kişinin her birinin yürek sözlerini anlayışımız mümkün. Qani sizin bir yürek sözlerinizni anlaydi. Merhamet. Ben Erkinkan'ınki biraz rakamda qo'shimcha qilaydi demamda.
Ben daha da sizin yapmanızını fazla kandı düşünce basın. Amerika'da ameliyatta bu non-profit organization yani bu tapas teşkilatlar, kırmızı teşkilatlar yani belki akıl sistemi çıkıp olan ki ular uzun yıllar koşal ictimaiyeler ve tarafatlardan keyin akıl sistemi çıkıp olan hem de aslında gidek bunday bulaşış özlük çünkü hizmetinden başka aylık volunteer olarak halkın hizmet kılıp kıldıran işler başka aylık toplamlandı. Yok diyelikti. Ulaylık özününki asasına yaxşı bulaylık baş toplama degan Amerikandan nurg'unlukda irqlar va millatlar kelib ko'chma kelgandan keyin ularning o'ziniki to'plami necha avlod ila yig'ilish cho'g'inish jarayonida kuchli to'plam bo'lgan. Bunda bo'lgandan keyin ularning o'zining shu jamiyatimi işte bir organlar qurilgan chog'lar ularga qo'llaydi, support qo'llaydi, qisqacha qo'llaydi. Ular bo'lgandan keyin okul organlar qurilgandan keyin uni munosib shundan maaşı işleriga asas qilib turibdi. Mesela ben bunun bir teşkilat non-profit organization işledim. Ularning qildigani bo'lsa nima degan kabi bizning qonunlarga ahli iqtidori ojiz samoylik butunlaylik iqtidorni olib ketganlar emas. Masalan autizm degandek odamlarga maktab xarakterlik ularga yordam berish va ularni maktabda treyning qilib oxirgi o'ziniki turmushda mustaqil bo'lish oldida. Bizim organda bir iki adam aşağı hatta hizmet yapıp özgürlükle kalıp çıkarttı. Ulanı biz yer işleyen çağımızda volunteer bulmayan öznek hizmetini başka bir işleri adamlar fakat şu burada işlevat adamlar biz oluşur. Ağalar bu samisi hizmetçiler bir 60 yakın hizmetçi var. Management kimde olsa bir 10 adam var yani başka bir şey. Bu adamlar namısı maaş aldı. Belki bu non-profit organization degan emniyette yani tabağı taşlatlar tabaksız degan gap bizim Uyghur diasporaga nisbatan bir qilindi. Natonu çünkü biz Uyghur diaspora vatan statüsü aldığımız yılda 70 yıl bo'lgan bo'lsa ishlayotganlar. Kendimizden de hazırga çıkıp çıkvatımız. Bunda bu halatın istekleri birinci avlatdaki karakter tutuvatımız yani bir yerde biz tekrarlaşıp, uğurlaşıp, özgürlüğümüzü avlatımızı uğurlaştırmış diyen bir falan tümüşlerle tutuvatımız. Bu aylık hayatında tapas teşkilatlarının sesini kuruş dünyanın özü başlangıç servistir emez. Başımız atışlasındadır. Şunun bizdeki ameliyatta gazetimizin ait yığır bu işler. Ben de ne için biz bu diaspora geldik. Bu tapas teşkilatları gerek diyen çağrı geldik. Bizdeki tenge boğan konuşmalar ve bizdeki davarımızdaki arkadaşlar diye bir anlamda kendimiz başka. Yani biz nimeni mühim emas qilmaylik. Ama bir yerda o'ynasagina biz Yahudilarni tilga olmasak, Yahudi İsrailni bir davlatni qurishi yolg'izlik shu İsraildagi Yahudilarning kimisi emas. Hamda Yahudi davlat qurgandan keyin bu davlatga yerimdan chiqib Yahudilar dunyoning aylab ketmagan. Ular yana shu o'zlari qurgan davlatni qilib, shu yerda cho'qir yilsiz qotib, bu davlatlarning siyosiy iqtisodiy ta'siri qilib aşı arkalık yani İsrail'de kol yapıyordu. Yani demek ki kendisi özümüzü bir kuralsak, vatan satık diaspora'nın ketimiz değil. Yani şu dolaylarda kılıp, şöyle yani gözünü katıp durup, Şarkı Türkistan mesela Şarkı Türkistan diyen bir dolaylar kullananların biz yana öz dolaylarını tutup, aşı dolaylarının ki ısladı var, siyasi tasdik edilen Şarkı Türkistan dolaylarını oluyorlar. Ki bu nait mühim. Ama bir yerde biz devletin kuramayla kuramayla vatan statüsü tutuş bir toplam altında 3 ayetlemiş. Bunda bu andaki birisi biz toplamı şekillendiriş, yani birisi de şu toplamını şu kolyalaydıgan. Yani bu şundak kapağız teşkilatlar ve başka teşkilatlar buna ait mühim oluyor. Ama bunda bu andaki bir yerde bu konuş emniyetlerine ait çok konuş gerek. Şu sebepten hem de biz bu çalışmasını kurduk. Hem de hazır bulsak bizimki aslında şu bu işlevatı ve onun başka hem de aslında aşkarlaşırsa kalmasın özü ki işinci vaktini herkes bütün hatta bizge volunteer support işlevatlarla yollamış yılda. Şu anda bir adım bana biz kısmına 2 yıl
Atatürk jarayonda bir muhsimatga keldi. Shunday tez. Chunki amaliyot bu ishlarni shu çünkü maaş edip olsa, kıldığı adamlar analizken bir iş gücü olsa, Hı hı. kendi bu takım terak oldu. Lakin bizning hozir xalqimiz merganda bilganimiz birga birinchi avlod. Biz yerda olishimiz kerak, bu davlatga sirishimiz kerak, o'zimizniki bolalarimizniki bir yerga o'rlashishimiz kerak. Shunga hamda yordamimiz qo'shimcha xizmat istiqbolli bu ishlarni. Hı hı. İnşallah bu oluna seliş asan emas. Bu çokum bizning milletimiz eğer biz hazır kadar 200 yılın yankı veya ki ahir kıtım 1949 yılından bu yana hazır kadar biz yuqumay bir şekilde medeniyetimizni, kimligimizni cari kıldıp kelgen olsak şundaq. Bir kısım Tirişcan ziyalilar, ulamalar, sahabatçilerinki tirişçanlık bilan bolgan dep bahası hatalaşmaymiz menimçe. Erkinki önde bu Şu hazırki temaga ben bir qo'shimcha qilib qo'yay. Endi men meniki haftalik programmamni videolarini ko'rayotganlar manga bilsizlar. Men to'xtamay chaqiriq qilyapman. Shu Uyg'urlarni chet elda saqlab qolish jihatda qilib bo'lgan ishlar ustida yaxshi ideyalar bo'lsa, danglar birga qilaylik deb. Ba'zi takliflar kelyapti, u takliflarni pek cho'ng narsalar emas. Ammo hozirga qadar Uyghur Project Fondi amaliy ahvolga asosan ehtiyojini to'liq chiqmayapmiz biz. Aslidagi bizning bir tafsiliy planimiz bor. Uyghur Project Fondini qurishdan burun biz zaten nima ishlarni qilaymiz deb bu vaqtda tafsiliy imkoniyatlarning hammasini tizib boqqanmiz. Bu imkoniyatlarning ichida bir qanchisini qilamadik. Masalan, Uyg'urcha drama kino, Uyg'urlarga oid drama kino ishlaydigan bunday bir turlar bordi. Bunun adamlarımız, yazdığı adamlarımız, film işleyen adamlarımız tayyor bo'lib bo'lgan. Ana yana birisi hozir ikki Uyg'ur ansambl bor. Birisi Avstraliya 12 muqam ansambli, yana birisi Yevropa Uyg'ur ansambli. Biz ashlarga yordam qilib, ularniki shu dunyodagi taraqqiy qilgan allarni aylanib yurib uyun qo'yib, shu orqali Uyg'urlarniki qanday millat ekanligini xalqqa bildirish. Bu cihat planlagan işlerimiz vardı. Bu işler abatı yeni bir kısım işler. Bu işlerin hemisi Xitay virusu tüpeylerden yetip kaldı. Kılamadık. Sefer kılış, ya ki adamlarını toplaş mümkün bulmaganlık için dikkat kısanlar hazır. Amerika'daki Hollywood'larımın aiti biçare hazır. Bu virusun işleri öyle de. İşte şunlar bu virusun tesirinden bir kısım işlerini kılamadık. Lakin kılaylarga işler cihatte bizimki kuchimiz yetmay, adimiz yetmay, to'xtab qolgan ish bo'lmaydi. Meni qilyapmiz. Xudoyim bursa, Xitoy virusiniki ta'sir yetkazsa, yana biz qilgan ishlarni texnik ko'paytirishimiz mumkin. Bu jihatda ideyalar bor. Davomli o'ylab turyapmiz. Zarur bo'lgan joyda muqim odam ishiltib ish qilishimiz mumkin. Ashta bir ehtiyoj tug'ilgan vaqtida. Yani hazırca o derece bağımlılık neymiş degende Amerika'daki ahvallar tüpeyledin. Bizdeki hazır Project Fondu'da muqim işlerine demi yok. Biz hiç kimle maaş vermeyimiz. Bizdeki çıkımımız fakat iki yerde çıkımımız var. Birisi bizdeki bank hesabımızga ayda $30 pul ödeyimiz. Yani birisi benim bir kredi kartım var. Şu Project Fondu kredi kart. Bununla yıllığa $95 pul ödeyimiz. Muşlam çıkım, kalan çıkımlar bizge çıkım yok. İşte iş qatqanların hamısı pidayi işləyətqan bolğanlıq üçün. Vaxtlarını sərf qılyapmiz amma biz o Project Fondudan almayımız endi. Aşta ketib Ben deməkçi oğlum, bizga sharoit pishib etilsa, haqiqiy qilishlik, yaxshi ishlar o'tirib chiqsa, biz cho'qim qilamiz uni. Cho'qim boshqa odamlarni ishiltib, maosh bir bosma qilamiz. Uningga har vaqt ideyaligimiz bor. Rahmat. Yani bir işini kılmen desem de biz garip ellere kilişinin burunlu bazı işlerin aslında oylayıp yoğun bir binanı veya ki öyünü kiralap çoğun uzun binası kıt aslında kısak çoğun iş kıldığı şeyimizler ama emniyette garip ellere çıkalı çoğun şirketlerimi home office kurup netçimin adamını işletirken şu mədin elbette vaxtıda bizim o aslında şu teşkilatlarımız mı
Şunu öğrensek, mesela işxana buradan pulunu belki başka yerге sarf kılsak yaxşı bolacak. Aslında ben bunu uygulashga qil tashqib baktım. Uygulaniki bir adeti bulgun Türkiye'dekilerki bir iş kılmak olsa aldılar işxana birini kurup aldı ekan. Daha üstel urundaqlarını elip üstel yüzün ismini bir yastıp aldı kurup koydu ki hatta. Mao prezidenti Akatvi degandek. Ben shuncha ayran qilib Amerikada şirket kuruydiganlar uyda garajda kurup necha million dollar kirim qilib bo'lgan ekan, bir yer oladi. Ashta qilganlar ko'p endi. Mesela Google şirketi başta qo'yganda aslida uyniki garajda boshlangan. Hani garaj desek ki Amerika kapahmagan chiqmaydi. Amerikalarniki garaji xil cho'ngchu. 2 mashina yoki 3 mashina qo'ygan bo'ldi. Meni uyimga 3 mashina qo'ygan bo'ldi. Garajimiz xil cho'ng shakl bo'ldi. Ammo halki nima deymiz, halki zurriyati yo'q chiqimni qilishning hojati yo'q. Uy chiqimi eng og'ir chiqim amaliyotda bir shirkat bir narsa mandirishda. Shunga halki zurriyat bo'lmasa onda yana ilishning hojati yo'q. Bizdeki prensipimiz şu. Bundan sonra hazır dünyanınki kitapağını ekimmi şu anda şu rakam dünya kitapatımız hemmişla tur orqali bulayotgan bo'lgandan bunun elbette ijobiy taraflari ko'p. Bugün şu torununki alaylı bo'lmaganmiz biz 3 adam bir kelib söhbet elib baramagan bo'lardik. Yani o yig'inlarimiz dünya urug'ligi bo'lsin, Uyghur Akademisi olsun, Mağar Cemiyeti degandek nurg'un tashkilotlarimiz mı? Shunda torununki imkoniyatlarini foydalanish orqali bir yer kelib fikr almashtirib qilyapti. Bu cho'ng imkon. Menimki oldingi yil xabar elishimcha sizlar ana shu 3 tane Uyg'ur tor betigami Uyg'ur Project nomida yordam qilib ularni aytdi, suyungandi. Aslında ularni ekranga çıkarsak deb o'ylab keyin bo'lmay qoldi. Chunki ba'zi qarindoshlar o'zi maxfiy turib qilishni yaxshi ko'radigan 11 istilamdi. Hammadan maydonga berishni atayın. Chunki hozirga qadar nurg'un yaxshi ish qilayotgan qarindoshlar bor, lekin ko'pimiz bilmaymiz, ammo qilayotgan ishlarini aytib muhim ahamiyatliga. Masalan sizlar oldingi el kitob to'rini shu orqali tirildirlar. Hozir haqiqatan kitoblarni har kun yeni kitaplarını koyuyordu da. Andan alaka Uyghur kitap Çekik.com degan torbette, onunla başka Yangın Net degan torbette, 3 tane torbet. Ama şu Uyghur projektininki qo'llash bilan oldingilar taqlid qilishni qutulib qolgan va yoki xizmat davomlashtirgan. Demak, shunga o'xshash yangi planlari bo'lgan qarindoshlar bo'lsa, planini shu Uyghur projekti sunsa bo'ldi ekanda. Doğru. Aslında şu Uyg'urlikni chet elga saqlab qolish jihatda ish qilay, bunda bir ish qilmoqchi edim deganlar aloqalashsanglar, biz muvofiq ko'rsak mumkin yordam qilamiz ularga. Unga yetadigan iqtisodiy kuchimiz bor, yordam qilamiz. Men bu Uyghur Project fondi qurilgan yoki qilishimizni bir qisqa deb aytaymi ukan? Nima aytaxun? Bizim Project fondi qilishlarni bir deb xulosalab aytaymi? Ha, buldum. Bir xulosalab qo'y, shu orqali qarindoshlar bizning nimishlarni qilganligimizni bilib qolsin. Birinchi ish Uyg'urlar degan tor jurnali buni boshlagandan tortib biz bir haqiqatdanmi tushirib qo'ymay har oyda bir sondan chiqarib kelyapmiz. Hozir 18-soni chiqdi, oldingi hafta 18-soni chiqdi. Bunu o'qiyotgan qarindoshlar biladi. Uniki mazmuni intayin mo'l, chunqur, nayt esil chiqyapti. Bu jurnalni qilayotganlar asosan fidoyi. Biz 2 qarindoshimizga maosh beramiz, ular Turkiyada. Bizniki hozirgi maosh berayotgan qarindoshimiz asosan Turkiyada. Turkiyadagilarniki iqtisodiy ahvol yaxshi bo'lmaganligi uchun asta qilyapmiz. Undan boshqalarning hammasi fidoyi bo'lib ishlaydi. Shunga bu Uyg'urlar degan jurnal birinchi ishimiz. Ikkinchisi biz mana shu 2017-yildan keyin taqilib ketgan Uyg'urlarniki, vatandagi Uyg'urlarniki cho'ng torbatlari. Ashlarning hammasini, ashlar mazmunlarni saqlab oldik. Mazmunlarni tepib, akilib saqlab oldik uni cho'ng bir diskqa. Shu nima Misraning izdinish degan nurg'un torbatlari bor buning ichida. U mazmunlarni ko'rman dediganlar ko'ralaydi hozir. Bizniki qilgan yamri cho'ng ishimiz shu. Üçüncü işimiz
biz Sharqiy Turkistondagi her derecelik əməldarlarının isim, xizmət vəzifəsi, yurt turvatqan joyi degan shu uchurlarning hammini yig'ib saqlab oldik. Bu jihatda men bilan bir hukumat aloqalashdi. Shundan keyin Pukuni nayniki boshlig'ini bilamsan deb shu uchurni yo'llab berdim. Ular foydalandi bundan. Bu ishni nima qildik desak, bir kunisi hozirgi Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan, Uyg'urlarga qarata insoniyat jinoyatlarini sodir qilayotgan kishilardan hisob oladigan kun keldi. Ash kun kelgan chog'da bizniki bu tizimlikimiz nihoyat asqatadi. Shu 2014-yildan keyingi bir mezgil ichida Sharqiy Turkistonda amal tutgan kishilar zodi kimlar degan narsa. Shunga buni bir saqlab oldik. To'rtinchisi Uyg'ur tili appni ishlatkizdik. Buni bizniki kasbiy indirimiz qildi. Necha oy vaqt chiqarib, hozir bu torbetada bor, Uyg'ur Project Fondi torbetada bor. Uni xalq odam tushirib ishlatalaydi. Android, iOS erishkisinki bor. Ondan keyin kompyuterda ishlasimi bo'ladi. Yaqinda bir qism chet ellik do'stlarim so'raganda ularga deb berdim, buni qo'shib ketdi. Buni qildik. 5-ish Abatin aytaqinimiz degandek bir qism kitap ambarlarini qo'llab ularni qaytadan tirdirish yoki ularni mazmunini kuchaytirish jihatda bir qism ishlarni qildik. Buning ichida ilkitob.org degan bor, undan keyin uyg'urkitob.com bor, undan keyin yong'in torbatlari bor. Ularga yordam qildik. Endi bu yerdagi bu torbatlarning hammasi burun qurilib, mo'ndirilgan torbat ekan. Bizniki qog'oshimiz ularniki texnik taraqqi qilishiga yoki uchiqtirishiga yordamimiz bo'ldi. 6-chi cho'ng ish biz kitob chiqish jihatlarida bir qism ishlarni qildik. Buning ichida bolalar adabiyot kitobini nashr qilishga yordam qildik. Nima Abdulla G'oyib inimizni tayyorlagan kitobni. Undan keyin G'uljin inqilobi arxivlari degan kitobga yordam qildik. Ko'pinchisini shu nima singlimiz Gulshan Abduqodir o'zi qildi, ba'zi ishlarini biz qilishib berdik iqtisodiy jihatdan. Undan keyin hozir nima yana bir kitob tayyorladik, Uyg'ur tarixi degan kitob. Bu kitob hozir qadar chiqqan Uyg'ur tarixiga ancha o'xshamaydi. Qaysi jihatdan desanglar, bet soni va ko'p emas. 200 betdan 300 betning atrofida butun Uyg'urlarning butun tarixini nihoyat xulosalab yozgan bir kitob. Buni hozirgi yozilishi Uyg'urcha, bu asosiyatdan bitib bo'ldi. Bu bitib bo'lgandan keyin buni ko'p tilga tarjima qilmoqchi. Buning ichida inglizcha, turkcha, yaponcha degandek hammasi bor. Asosligi chet elliklar Uyg'ur zoti qanday millat desa hozir ashlarning darhol foydalanadigan bir narsa yo'q. Menga davomli savol keladi, hozir keladi bu yerda. Ben bu Uygurlarni biraz tushunaydigandim, nereden tushunolmayman degan narsa. Ashta bu birisi. Ikkinchisi bizniki Minkoxan bolalarimiz ko'p endi. Minkoxan bolalar Uyg'urchani ancha o'qiy olmaydi. Bizniki Uyg'urcha tarix kitoblarimiz asosan uzun, hozir qadar yozilganlari cho'ng hajmlik kitoblar ko'proq endi. Ma'nishini qisqaroq qilib, vaqti jiq emas odamlar darhol biladigan qilaylik deb buni tayyorladik. Xudoyim bo'lsa bu pat yaqinda dunyolarni yuz ko'rishadi. Ondan keyin jaholat pirlari degan bu haqda bir kitob, bir necha kitob tayyorlashni o'ylashtirgan. U ishlar davomlashyapti, uni biroz vaqt ketadi, lekin buni chiqarmoqchi. Mana bu Abdulla G'oyib inimiz tayyorlagan qamoqdagi ruhlarmi kitob. Buniki Uyg'urchasi va turkchasi chiqib bo'ldi. Hozir u inglizchaga tarjima qilinib bo'ldi. Uni tahrirlayotdi inglizchasini, kasbiy odamlar tahrirlayotdi. Uni ahlanib biz chiqardik. Buni inglizchami besladi. Bu kitobniki qiymati intayin zo'r. Nima desanglar, Uyg'urlar turayotgan turmalarning qandayligini biz bilamiz. Ammo xalqaro bilmaydi. Zodi nima ishlar bor buning ichida? Onun ichidagi torture, qiyin qistoq zodi qaysi darajada nurg'un ishlar bor, chet ellar bilmaydi. Ma kitob chiqsa bu ishlarni dunyoga oshkorlandi. Bu ishlar uda mengatadi.
Anandan keyin bu Qumul inqilobidan Xitoyniki Sharq Turkistonni besverishgacha degan bu yaqinda bir kitap bor. Uyg'urcha o kitap chiqdi. Uniki bu kitap aslida bu qaytadan besildi demak, men sayısını qamaqadim. Qaytadan besildi, 1000 dona aşağıniki besilish chiqimini biz chiqarib berdik. Bu kitapni avlodlar gruppasidagi qilinishlar chiqaribdi. Ama 1000 dona besilishini biz qilib berdik. O kitapdan biz kirim qilmaymiz. Uni shu avlodlar gruppasidagi qilinishlar o'zlari asosan besilish haqqi bilan pochta haqqini tildirish ta'kidlam taqib uni kirgan kirimini bundan keyin avlodlar gruppasining ishini texnik taraqqiy qildirishga ishlatmoqchi. Albatta men degan bu qamoqdagi ruhlar degan kitobni ochdik. Uni biz chiqarib uni Uyg'ur yar fondiga o'tkazib berdik. Ularni shu biz chiqimi bilan pochta haqqini chiqarib olgan asosda taqib kirgan kirimni o'zlari boshqa sohalarda ishlatmoqchi. Anamdan keyin hozir biz bu Uyg'urlarga qarshi urush, War on Uyghurs degan Sean Robertson kitobi. Bu kitap İngilizce chiqdi. Biz uni Uyg'urcha tarjima qildiryapmiz. Uni tarjimasi bitsa Uyg'urcha besib taqdimiz. O kitobni biz rasmiy shu nashriyat bilan aloqalashib 500 dona bosilgan nashriyat huquqini elib, ularga ozroq pul to'lab, ashta qilib epmeyapmiz. Qonunli qoldi. Çünkü bu kitobni qonunli qoldi chiqdi. Kitap sohasida qatqa ishlarimiz shu. Andan keyin endi albatta biz Uyghur Project Fondini degan vaqtimizda bunun ish rasmiy vazifa olgan 6 kishini dedik. Ondan başqa bizim nurgun adamlarımız var. Men bilan ish qilgan bir top ziyonlar bor. Ondan başqa yenidan meni izlab kelganlarni men qarshi olaman davomli. Ish qilay degan adamlarning kamisini. Shu Uyghur Project Fondi yordamlashib ish qilayotgan ko'p qarindoshlar bor. Bularning ichida qilingan bir ish bu Uyg'ur sarxillarniki ma'lumot amburini turg'izib chiqish, uni videolik rasmni qilib qilish bo'ldi. Bu ish undan bijirildi. Buni qilgan qarindoshlarmi shu Uyghur Project Fondi bilan hamkorlashib ish qilgan qarindoshlar. Yana bir ish bizniki shu fondga yordamlashayotgan qarindoshlar qilayotgan ishi har kuni shu chiqqan g'arbdagi cho'ng mediaga chiqqan Uyg'urlar haqidagi maqola dokladlarni to'plab bunu bir e-mail tizimligiga taqdim etdi. Bu e-mail tizimligida 200'den ko'proq chatariqlar bor. Bunun ichida hukumat amaldorlari, muxbirlar, tadqiqotchilar degandek. Buni har kuni e-mailda mandirdi, ondan keyin WhatsAppda taqdim etdi. Men uni Facebook'ga chiqarib qo'yaman. Buni Uyg'urlar haqida kuchlar egallayotganlarga nayt foydasi bo'lyapti. Buni bir necha qarindishimiz, bulubmi bir qarindishimiz Abdushukur Abdurashid her gün yıkıvatıdı başını. Bir gün kaldırmayı başına kıp ketyaptı. Anikin 9'uncusu video işleşiyatı bu projeler var. Biz bazı ilim-fen hakkında çıkılatkan video çıkılatkan okuyalarga azar yordam qildik. O davamlı qilib yordam emas, bir qatim yordam qildik. Ularni kesal uskunlarini, yumshoq detallarni yaxshilashayapti. Ular o ishlarni qilyapti. Anikin bu karvan sadasi degan Dilnur sanamızmı bir mektep hakkında video işlemişti, onu azar yordam qilgan. Lekin virusning ishida boradigan yerlarga boramay, u ish hozir to'xtab turyapti. Lekin bu plan ichidagi ish qilindi, biz ozroq pulni bergan endi. Andan keyin ana til bolalar programmasi bor, uni ozroq yordam qildik. Alaqda bir nima Facebookda men yan to'plash epar baxtim. Unaga ko'p yana to'planmadi. Xudoyim bo'lsa, agar bunga ehtiyoj bo'lib qolsa, yaqinda bu vaqtda takliflar tushyapti. Shu bolalar uchun video programmasi ishlash haqida. Hozir chet elda bolalarga ana til tarbiyasi olib berishda bu ish muhim bo'lib qolyapti. Deb ba'zi takliflar tushyapti. Men bu vaqtda bundan keyin biroz izlanib, keyin qarorimiz bu vaqtda. Yana bir ish Uyg'ur ana tili maktabi. Buningda aslida cho'roq planlar tuzilgan burun
virusning ishi bilan bu toz amalga oshmayotdi bo'libmi internet darsligi hosil qilish barpo qilish dunyodagi har qanday yerda ishlatib bo'ladigan bu ishlarni planlagandik u qilmaydi taqib qilamidik hozircha biz Turkiyadagi Iran maktabiga uzoq yordam qilyapmiz iqtisodiy jihatdan bundan keyin bizim qildigan tutadigan muhim ishimiz musahada endi Uyg'ur tili maktabini jonlantirish bu jihatda bo'libmi endi bu g'arb ellardagi qarindoshlarimizniki iqtisodiy jihatdan qiyinchiligi yo'q bu yerga muhim bir ish o'tilgan darslarni videoga olib uni bir markaziy ma'lumot ombiriga to'plab shu yerdan dunyoning har qanday yeridagi qarindoshlar foydalanadigan masshtab bir ahvolni shakllantirish shunday qilsak emgak takrorlanmaydi unumi yuqori bo'ladi chiqim ozroq bo'ladi shu bu jihatda o'ylayotganlarimiz bor 11 ish biz boshqarayotgan ijtimoiy taratqularni bunun için albatta itaatimiz Uyghur Project Fondu'ndaki torbetini kösetti. Bizim bir torbetimiz var. Asaslığı İngilizce. Yeni bir torbeti Uyghur Akbarat Merkezi'ndeki İngiliz torbeti. Uygurinfo.org. Bu torbeti her haftada yenilenildi. Her haftada dünyada çıkan, çoğun medyalarda çıkan dökülat haberler, vakalar bir yere kırgızıldı. Köp kategoriyası var bununki. Kategoriye boyunca. Şuna bunun için tutuvatımız vatan hakkındaki yeni haberler, Araplık haberler mi? Bu kuturluk bir İngilizce tercüme kılıp biz bir yere çıkıp koyuvatımız. Bunu kıpırvatkan pidayinimiz var Türkiye'de. Elimizde köp rahmet, köp çapa çıkıvatıdı. Andaki uçurlarını toplap mandırvatkan, şu Uyghur Project Fondu'da mı kardeşler var, ulan köp çapa çıkıvatıdı çıkılıp. Bu torbeti naiti ünümlük hazır. Şu çeteldeki tetkaçların içinde tədqiqatların şuğunluğallar məndən sual sorsa, mandaq sahada bana bir uçur lazım dediyse, ben uturlaplanmış torbet dedi ki, şu kategoriyani ki adresini verip burada vatım hazır. Ulaşan tapalayla asas jihatın. Onu oxuşup, onundakin meniki Twitter'ım var. Twitter'ımga çıqağan vatan haqqındaki uçurlarının həmmisini mən xulaslap, ay boyunca özəmnin torbetini qoyub vatım mən. Məndən sorğanlarga şu torbetini müvətib mən. Men bir şeyin kırpı çıkınlarda tez sürat kırpı çıksanlar nurgun uçuru bağdı. Ondan paylaştığımız. Anadaki Uyghur Project Fondu'ndaki Facebook kısmı var. O meniki şahsi Facebook'umdaki aslında onu ben başkurumen. Ben de Facebook'tan töyde var. Kavramlarda buluş mümkün. Erken Sıdık QR yazılgan. Anadaki Erken Sıdık İngilizce yazılgan o page. Anadaki Erken Sıdık da birisi var. Anadaki Uyghur Project Fondu. Tört Facebook'ni ben üzerine başkurup men vatanın 20 mingdan artıq adamım var bunun. Başına geçken. Aniki bizdeki yeni bir torbetimiz var uyguremergency.org'da. Bunu ben bilan ish qilayotgan bir ziyoli kunimiz başkurup men vatıdı. Uygurinfo.org ni mandırışdan burun o asas ordu toğan. Biz Uygurinfo.org'ni mandırgandan keyin ani yengilamadik. Tekrarlaşıp kaldı ekan deb. Peki o da torbetim var. Anından başka yine alayda türlenme kılımız bir tür ma yakında kalan sizler bilsizler yakında bir Facebook'ta iyan toplaş verip Uyghur yarış için Türkiye'de okuşta kinip kalan torda dersleşikte kinip kalan Uyghur balalarga tablet veriş için iyan toplaş işini yapardık yakında bir haftanın içinde $12,000'dan köprek bulucu kıldı. Bana Facebook'tan muhat geldi vakti sizler Uyghur Project Fondu Amerika'daki tapavetsiz teşkilatlarının içindeki ama şu Facebook'ta iyan toplaştı ki en aldın orun turduğun 5% kırdanlar da bir xat geldi bana. Hoş ettim ben. Şu bir haftanın içinde $12,000'dan köprek pul kirdi. Hazır Uyghur yarığa bivasta iyanı kılınan tabletler 30'a yakın badi. Ama biz toplagan pulga 50'te tablet ağıl olurdu. Aşağı kılıp 80'e yakın okuyucularınki tablet meselesi ağıl olurdu bununla. Onundan başka yine biz yine tünögün ki özüm çıkan videoda tılağan bir deklat var. Xitayca yazılgan Xitaylarınki Şarkı Türkistan'da 71. yılının mabeyinde yürgüzgen ırkı kırgınçılık asmasiya siyasetlerindeki umumizlik bayanı.
bu to'g'ri yozilgan bir doklad bor 200 betdan ko'proq. Biz buni nima xitoychadan inglizchaga tarjima qilishga yordam qilyapmiz shunaqa chiqimini ko'tarishda mushtaq alohida turlarni buniki qilamiz shunga ish qilib uyg'urlar uchun ish qilib yetib iqtisodiy qiyinchilik tufaylidan qilolmay qolgan qarindoshlar aloqalashinglar aloqalasanglar u bizniki uyg'ur projekt fondiniki ish qilish doirasiga kirdiganlar ish qolsa ham biz uni muvofiq ko'rsak biz yordam qilamiz yuqorqisi man tizimlab olgan biz qilgan ishlarniki bir xulosasi ehtimol tushib qolganlar bo'lishi mumkin lekin ortiq yerlari yo'q deb o'ylayman baqilar rahmat sözüge yana faayyaları yok belki hani bir yerde Mehmet mikrofonni sal og'zingga yuqori akilish imkoniyati bormi ovozing bir uzib chiqyotidi kompüterim sal konuşuyorsun ka. Endi keldi. Biroq bo'ldi desa yiqira so'zlasan yaxshi bo'ldi. Shu erkinkamni gapilqa xulos qo'shimcha degan chog'da nima degan chog'da bizni qilayotgan ishimiz kuchni to'plab har yerlarni har bir bizni uyg'urlar yordam qilay lekin qayerga qanday qilib ish qila olmayman o'sha savollar borku yani demak agar bizga bir odam yordam qilay pul yordam qilmayapti lekin uni qayerga qanday yordam qilib bilmayman desa biz uni yig'ib shu kerakli shu yordam ehtiyoj projekt yoki bir odam ishlaymiz. Yani bizni qilgan ishimiz o'rtalikdagi bir vositachi o'rnida turdi bu organ. Biz o'zimiz qilgan projektimiz bor lekin uni boshqasi ishda. Masalan, tamamda Turkiyadagi bolalarga ko'rdim darsi ehtiyoj bo'lgan shu tablirlar kerak bo'lg'achqa Facebook'dan yozishdi. Bunun uchun birisi yani bu pullarni bir hafta ichida $13,000 degan bu oson ish emas-ku. Bu yani nemin buldu degan chog'da bu bir sergitam navitdi. Balki yana bir so'z shu biz hozir millatga qattiq o'rgandik-ku. Bu millatni biz o'zimiz tutamiz yoki boshqa bir yerdan qilmaydigan degan bir konuşatma chunqur bo'ldi. Shuni olqa bu yerda bir e'lon qilib ko'rgan bo'lsam endi agar har bir Uyg'ur topishim bir ish qiladi. Benim pulum yo'q ama kuchim bor, aqlim bor desa biz meni qarshi olamiz. Yana bizga aytishga fikrlar kerak. Mesela sizin tilinizde atışçılığınız olsa biz tilini ihtiyaç bulsanız tercümanlık işini kılmaydım. Onda çıkamam ki ben kanalda yardım kılalım endisiniz. Erkinkamdan bizim proje fonda alaklaşmalar. Bir tercüme kılgan işlemlerdi orada. Eğer ben iktisadım battıya azra iktisadım battıya lekin bu pulni ben kimi birishini ustundu olmaylik iş kılamayman desa oldu. Bu bizga evasanlar. Buna o'xshash bizga keraklik. Hozir bizniki davarimiz bizim Uyg'urlarning mavjud uchun eng kerakli g'oyalarga ishlatamiz. Bu organda bu yalqızlık biz hozir erkam degandek yaşadam bordu çıkmamız 35 yıl faqat hem de günlük işlerini uğurlaştırıyor projektlerini planlaştırıyor. Bunun keyinden aytı çoğun Uyg'urlarning o'zidagi so'zlashishga xosan kelib yerdan qilayotgan bir aql ambari bor shu Uyg'urlarning o'zidagi kamlarga yaqin turadi bu aql ambari. Yani ularni shu bir to'p ziyonlar. Bunda bo'lgan uchun biz bu millatning ishi hozir hissiyotlar bo'lmaydi. Masalan biz ko'rsam shamda yapsam shamda deb o'tirib emas. Aql bilan ish qilgan vaqt keldi. Shunga talash tortishimiz bor. Biz hamma talash tortishni bir vaqt qilmaymiz. Bunda bo'lganki qaysi talashlar kimning gapi hozirgi vaqtda biz uni hal qilish tegishli bo'lsa shuni hal qilamiz. Hal qilishga tegishli hozir vaqti bo'lmasa o talashlar tursin uni keyin shu vaqtga hal qilamiz. Şuna bunun hamsiga aql ketadi. Bu project foundation bo'lsa ana shunaqa axirda mushtaq bir o'rtaq ko'z qarash kelib, bu ishlarni biz aqlimiz bilan sistemlik misol bo'lmaydigan degan Uyg'ur ziyolilarininki to'planish bilan medan keldi. Erkinkam o'zini aytib chiq ko'rsatib qoldi. Men ba'zi hayron qolmay Erkinkam bir kuni 24 soat vaqtini Erkinkamning o'zini balkim bir 40 soat ayrim vaqt ham o'qimayman. Biz esa hech qilolmaymiz. O'zimizning kendimiz bilan. Anki erkekam yozilsa dünyadaki en büyük alet tadqiqot bir ishxonasi degandek idora ishlaydi, masal ishlaydi. U yerda ishlab turib yana o'ziniki vaqtini uyg'urlarni ichiga chiqaradi. Shunga bizga aytgan chog'da bu Amerikaning o'zini bizga kuch beradi.
Ama belki kam özmüşlük hakikaten biz tütsek olmaydı da. Şunun bunun her bir Uygur emniyette benim oynamış gerek, oynamış gerek. Hazır biz çok yüksek derecede özümüzün akılımızı. İşte bu işten kurtulmak gerek. Eğer bunu da akıl yapmayı tutsa o da akıl balığa erişik gerek. Şuna bir yerde ben hazır koşmuş kılım şu. Uygur Project Fondu bu şimdi akıllıkta bir iş arkası meydan geldi. Biz Uygur için iş kıladık. Ben de oturucu adamlarga eğer sınıflardan olursa olsa bu çok kollayımız. Ben bizden bir proje yolluğu ben aşağı yukarı kefem olmak istedim diye yollar oldu. Siz aklınızı yapıyorsunuz kısadını verin. Biz onu teşkil ediyoruz. Yani bu bizdeki kılavuzlar. Ama bir şey kaşık kolay. Rahmet. Nima rahmat Taş Mehmet. Nima etaqnıkam yan bir ishni bir qo'shimcha tepqey. Abetin degan kitaplarning ichidagi Qamoqdagi ruhlar degan Abdulla Ayub inimiz yazgan kitap. Buni Uyg'urchadan inglizchaga tarjima qilishda bir ommaviy harakat shaklida qilib boqdik biz mabetim. O 300 betda ekan o kitap. Uni agar bir odamga 20 betdan taqsim qilsak, uni bir 13 adab ketadi ekan. Adam ketadi ekan, shuni bilan men chaqiriq qildim o'zimniki ma'riflik videosida. Chaqiriq qilib, bizga kitob tarjima qilgan odam lozim deb meniki nishonim 13 odam tepishdi. Ashuni chaqiriq qilsam, men bilan 26 odam aloqalashdi. Shuning bilan uni dastlabda 13 odamlarga taqsim qilib, qolganlarni zapas qilib qo'yib, keyin oraliqda 4-5 ta odam qilolmaydigan bo'lib qoldi. Ularga zapaslarning ichidan saplab degandek. Mushta bir ishni qilib boqdik. Meniki bu gapni deyishimda men intayin suyundim. U qizlar chet elda hayot intayin jiddiy o'tadi. Chet eldagi eng qisqasi vaqt. Nurg'un oilalarda vaqt qiyinchiligi bor, yetishamaydi. Lekin maoshni qilgan vaqtida shunchalik qarindoshlar bo'ldi, men qilib beray deb. Bir qismlarniki Uyg'urchani yaxshi emas, ashtaq bo'lsin men bir qilib boqay deb o'tirib chiqdi. Hozir endi Google tarjimani bo'lgandan keyin men ularga dedim, oldin Google tarjimani qilib yetib uni Uyg'urchadan inglizchaga. Ondan keyin shu grammatikasini o'ngishga qilsam bo'ladi deb. Ashtaq qildik, endi hozir ashtaq qilib, hozir oxirida endi rasmiy kasb ahliga tahlil qilyapmiz uni. Pul berib. Chiqib bu yerda demoqchi bo'lganim, Uyg'urlardagi fidokorlik. Bir qism kishilarga davomli qaqshaydi, Uyg'urlar uxlayotdi, yetyapti, qilmaydi deb. Ammo agar qilgan ishingiz to'g'ri bo'lsa, chaqiriqni to'g'ri qila olsangiz, o ishni chuqur qilib bo'ldi. Bu birisi mening deb qo'ydim. Ikkinchisi, Alloh har bir insonga bergan qobiliyat intayin zo'r. Buni nurg'un insonlar bayqamaydi deb ketadi bu dunyodan. Bayqamaylarmikin. Agar ubdan tashvish yapasanglar, bu dunyodagi millatlarniki taraqqiyot ahvolini solishtirib tashvish yapasanglar, qaysi davlatniki taraqqiyoti eng zo'r bo'lgan bo'lsa, ular Alloh bergan qobiliyatni har bir kishi eng yuqori darajada joriy qiladigan kishilar, millatlar. Intan cho'ng munosabati bor bu kishiniki. Mush ishni bilmay ketayotgan odamlar bak ko'p. Shunga men o'zimniki shu hayotimdagi bir nishon nima desa, bir odam zoti qancha ishni qila oladi. Ash bir ko'zib boqay degan bir ashtaq bir nishonim bor mening. Meniki yana bir nishonim bor deb buni sizlar bilasizlar. Ash o'rta maktab, oliy maktab vaqtimda tiklab olgan nishon. U nima desa, boshqalar qila olgan ishni Uyg'urlar ham qila oladi. Boshqalar qilib boqmagan ishni Uyg'urlar qila oladi degan narsani isbotlayman degan nishondir. Meniki yana bir narsam, bir odam zot qancha ishni qila oladi ekan. Ashini kishilar men qotqashlar orqali ko'rib olsin degan nishonim bor. Buni tunni qitim qilishim men degan. Lekin hozir endi millat pek eg'ir kun qilib qoldi. Ashta bo'g'ashqa har bir odam zodi menda nima bor? Menda qancha qobiliyat bor? Qancha vaqt bor? Ashning ichidan qancha qismini millat uchun sarf qilyapman. Men o'zimning iqtidorini, vaqtini eng yuqori darajada ishlata oldim deb o'ylab baqsadayım. Buniki millat sifatidagi bir misoli yapılıqlar. Taş Mehmet obdan biladi, Taş Mehmet doktorluqni Yaponiyada o'qigan. Hozirmi Yaponiyada kech soat 10 bo'lmoqchilik shirkatlarning chirg'i o'chmaydi. Ular ashta ishlaydi. Shunga meniki chet eldagi qarindoshlarning kutadigan bir orzuyim shu. Bir o'zinglarni bir dansab baqsanglar. Menda nima bor, qancha qobiliyat bor, qancha vaqt bor, men uni nega ishlatib o'taman
tutup işlettim bu da. İstirap yapıp ketmişsin, eketmanlarını goğu şu peti. Kaç persentini işledik atımende bir oyunu baksanlar bu. Rahmet. Siz bu geçen benim ismim ayet yapalım. Ben onun bilen biraz hepleşken edem boğaçka şunun tweetişime doğru girdi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tus'alunna yevme idin anin naim degan bir ayet vardı. En ahirde sile yani bu dünyadan berip ahirete bağa vaktında nimetin mesuliyet cevapkarak tartılısla diyen ayet nengisi yaşımızın kıpelle degende sizin bunu yazan kitaplarını biz nait kategoride okuduk. Hazır çetelin nurgun ailelerinin üyüdü var. Ve kendisini burun tordu yankılan bu kitaplarını. Mesela Yahudlarının kandak bu halet kelgelligini, Yahudilerin üzünü saklap kalıp en ahırısı mı şu milli devletine kandak kuralgallıqını. Ama ondan başka Germanlarının ki kandaklı bu sanatta Avrupa'nın ki birinci orunga kelgeldigenge okşaş. Bu misallar arkalı size bir Uygur cemiyeti de uygun peyda kılgan. Ama afsus ki o hareketinin ki vatandik ayağı çıkmay kaldı. Karandaşlarımızın ait kıyın ahvalda. Çetelge çıkanlıqlarımız mı biz neçinin Uygur'un işidin bir edemki nisbul aldı. Bu mu Cenab-ı Allah'ın ki bizge bergen en çok soğutu. Ben şahsen şunda oylayayım hemen Avrupa kelimeye olsa belki bu söhbeti uğurlaştıramağım bulattık. Bu mu? Meninki men üzerime her vakit oylap kalan vatanda hazır bulap kalgan olsa men Allah burun oylap bulduğu adamın birisi de biraz dini sahne adamlar zadı 2016'da lager kelip ketten. Lekin chet elge chiqqandan keyin biz meyli Avrupa'da yaşaylı, meyli Türkiye'de, meyli Asya devletlerinde her devlet yaşayotganlarniki Cenab-ı Allah bergen nurgun imkoniyatlar var da. Şunlaşıp biz bu imkoniyatını cari kıldıra alırsak biz çokum bir küllerde bizning milli devletimizni qurimiz, millet üstümüzde qaytini baş kütürimiz. Eğer biz işencini yo'qotib qo'ygan kunimiz zodi Alloh taoloninki iniq oyatlar bor bu to'g'riliq. Allohning rahmatidan, meri shafqatidan umidni uzgan kishilar bular Alloh ishonmaydigan odamlar degan to'g'riliq. Shundan biz sizningki bu chaqiriqlarni amniyatlar bilan ijro qilyaptilar. Yine bana ta'sir qilganim shu mesela Facebook'un kelgan yardımlarını en bir adam 5 euro iyanı kısmı siz bunu hatırlap bana dikenlerdi de buna aitti. Mühim mesele sizlere belki adamlar erken sıdık hakimiz bunu uyakla işletirdi de bunda fakat oynamaydı çünkü sizin bir hizmetler var mukim. Buna ihtiyacları yok. Bayan da ötkende Uygur Project'te işlevatkan demeyli de şu projektini rüyat çıkarıp men muşunun bir taşın astığı men kulağımda koyayım şu vazifeni özüm bir kişilik nimesi bilen iktidarın cari kıldır. Hep bana degan 5 adamın bir yere gelişim var. Çok işlendi. Ularga ben şahsen bir Uygur buluş sütümüzden her vakit ben müşahedeme üzerine rahmetimle minnettarlığımı bildirme. Ahırda bu şu Uygurlar jurnali. Ben hakikaten bu jurnalını okuma veya eşik bulamadım. Birinci sandın başlayıp bir neçe sandı kürep mangan. Hazır bu H5'lik üçlük 18 sandık etti de. Doğru. Bu asayiş emas, onun üstündeki o tehrir var. Hele yani ben bazı okudum kılım, hem makalını okumasam mı? Tehrir cihetin isil süpette, chet elden neşir kılınatkan jurnallarını ki, içinden hem de hele yaxşı süpet işilmatı desek buludu. Muşaktının bir toxtulup ötken olsun, yani kuluda kalem tutkallarımı nimin kararlış gerek. Veya ki bir tehrirleş hizmeti değil. Veya ki hem de muş jurnalının ki belki ısırılan kelimeleri eğer imkanları olsa belki besip takışkı mı makul işleri mümkün meselenin de. Şunun Uygur cemiyeti bunun kollaşık doğru gidiyordu. Okuyduğu adam gerek. Muşu bir ceryanı kısaca xolasılap andı programımızı ayaklaştıramazsak. Buludu. Aldılan bir dep koyduğun gepim bir Uygur Project Fondu'dan Taş Mehmet inimizden ikimizden çıktık meyge. Heyet azalardan, kadrlardan yine tüteden bir çıkamadı. Ondan başka bizim akımızda nurgun, namsız kahramanlar var. Nayet küçük işlep nurgun, vakit, zihin, nesrin serip kuvatkan kahramanlarımız var. Ondan keyin xuddi maqatimki yan toplaşta ko'rilgandek şu Uygur Project Fondu'ga namsız aldı
pul yağını qilayotgan qarindoshlarimiz bor. Men bilan aloqalashuvda bo'lar. Men millat uchun ish qilolmadim. Hozir oshkora oldi o'tirib chiqolmayman. Ota-onam vatanda, ya'ni meni bilib qolsam Alloh kiritib qoladi. Ammo iqtisodiy yordam qilsam degan qarindoshlar bor. Sizlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Millat uchun ish qilishniki yo'li bak ko'p. İqtisadi yordam qilish Euro Project fondiga uning birisi endi. Biz hamma odamlarni o'tirib oshkora chiqqanlar demaymiz. Har bir odam o'ziga mos keladigan yo'l bilan millatga xizmat qilsa bo'laverdi. Shu bir yo'l, buni bir deb aytdim. Yana birisi haqiqatan uyg'urlar jurnali mazmun qarab baxsanglar, buning ichidagi tarjimonlik, yozish, salmon egalaydigan narsa xil ko'p. Bir qism qarindoshlarimiz o'zlari yaxshi yozgan yaxshi maqolalarni o'rgatib qo'yadi. Agar muvofiq bo'lsa jurnal chiqarsanglar deb. Biz u yerdan chiqaryapmiz, bir qismini tarjima qilib aytib chiqaryapmiz. Endi hozir shu jurnalda ishni davomlashtirishga ehtiyojimiz bor. Qo'lida qalam to'xtaydigan qarindoshlarimiz qalam tartib bersa. Yana birisi Uyg'ur Project fondiniki haftalik video programmasi. Men jab o'sha abatni tilga olmabdim menga. Shuni tiqabdi men kechiringlar. Uyg'ur Project fondiniki haftalik videosi bor. Bu da hozir boshqanday to'xtatmay chiqaryapmiz. Unga nurg'un kuch ketyapti. Unimi asosiy jihatdan fidoyilar qilyapti. Biz azroq birlam qarindoshimizga yordam qilyapmiz. Azroqdan bizni qilgan yordamlarimiz hammasi bozor bahosining yerimi. Bozor bahosining yerimi deganim agar qilgan ishqa bozor bahosida 1000 lira maaş bir şey çıkıp kalsa biz 500 lira birimiz qolgan o'zimiz sepalında. İşte şu buna bakışıp hozir mana shu Uyg'ur axborot markazining haftalik videosiga naiti millatga umid akiladigan, millatni harakatlantiradigan, qo'zg'aydigan mushtaq bir maqola yozadigan odam lazım. Mushu sohada qo'lida qalam to'xtaydigan qarindoshlar bir o'ylab baxsanglar, agar mumkin bo'lsa yozib bersanlar, uni videoga ishlatib, keyin jurnalga buncha qilsak bo'laverdi. Lekin bunda qarindoshlar Turkiyada bo'lib qolib, bu ishlar uchun ozroqcha agar iqtisodiyotdan yordamga ehtiyoji bo'lib qolsa, uni biz qilib berishga tayyor. Shunga bu qarindoshlar mushtatlarda qo'lidan keladigan qarindoshlar bir kuchapagan bo'lsalar. Rahmat. Doktor Taş, sizinki qatib qo'ydigan so'zlaringiz bormi? Ben ovozni yetib qo'ygandim. Navbatdan men suhbat bo'lgandan keyin ozroq nima qilay endi qo'shimcha qilay. Men suhbatga ishonchninki gap bo'lib qoldi. Men yaqinda amerikalik bir muzikant tarjimon aloqalashibdi. Men qanday qilib ularga yordam berishni qilib bera olaman. Men mana bunday qilgandim deb. Men uniki to'g'riga izlandim. İzlensem bu odam yosh vaqtida shunaq o'ziniki bilan do'stlar bilan birga jahon kezib ketgandik. Shunda shu bizni vatanlarga, shu dunyo meri safar qilib, ustach safar qilgan. Shu o'zining safarlarini hammasini o'zi blog yozibdi. Yozibdi, andan keyin bu yozgan chog'da hamda shu Mong'oliyadan boshlab oxiri shu O'rta Osiyo, yana Qozog'iston, O'zbekistonga keyin qaytibdi. Shu yo'l jarayonida bu bulamishada iqtisodiyotni yashagandan keyin amalbaylikqa ba'zan yerlar turib safarlar qilgan. Shu jarayonda buni yozgan narsa ham material suvlanmasi, ya'ni o'ziga tarkiblik qilishni nima qildi. Yo'qsam bu Mong'oliyada kamerasini yutibdi, o'g'irlik. Xitoyda o'smirga aldanchi vaqt o'tdi. Axlarnikilarga bir nima oz qo'shilib, omiz haqliq Xitoylarning odatlarini hamma narsaga. Amerikan ürünçü çıkan joyda ürünçüdeki kadrlar, bular yo'qsa odamlarimiz onlaynni bormoqlar. Uyg'urlar ham terrorchi, askar qattiq qilgan insonlar debdi. Keyin shunlar bular cho'mbozorga berib shu yerdagi tinchlik qotgan shu uyg'urlarning to'pini chiqargandan keyin shunchalik do'stona, mehribon, oq ko'ngil odamlar bo'lishdi. Adamlar bularni ko'rib, ular muzik chasar, ular tansa, qatorga o'lishibdi. Bular sal dastlab ansirab keyin qarasa, hech qanday bir nima yo'q edi. Taklif degan narsa yo'q-da. Bu insonlar shunday qilib yordam qilib. Ularga eng ta'sir qiladigan narsa nima desa, shu juda issiq bir to'nodni chiqib bir nonni yeyib ketdi.
kechqurun bo'lib qolgachqa uni topolmabdi. Anki bir Uyg'ur bola bularning gapini tushunib, yo'lda masalan ashunani loyan tepiradab chiqib kelmoq yo'l mengib bir navoiyxon boshlab beribdi. Boshlab olsa u navoiyxon taqilib ketgan to'q. Anki bu bola ularga mushtaq tushundigandiki u navoiylar bo'ldi sizlar uchun yig'ib beraylik deb ayrim yan to'ni qizdi bu yerda. Undan yiqdi. Undan yiqqandan keyin shular bular ayrim qildi ham chiqib olamdi deb o'xshash bor. Hech qanday narsa o'zgarmabdi. Faqat bularga shu anki bularga yo'l boshlab kelgan bola bilaysa u bola bilan ishim bor deb ketib hech qanday qilamabdi. Ular hayron qoldi buni. Yani shunday ta'sirini. Anki u yerni o'tib Qozog'iston chiqsa aldamchiliklar, O'zbekiston so'rasa yana shunday ishlar, bu yerda aktivlardan ishlatilgan xos ishlar bo'lib. Naqsi bizning vatanda bular hech qanday ishlar yo'qlab. Bu 2008-yil ishlar. 8-yil ishlar. Yani bu yerdagi demakchilik biz Uyg'urlar hozir qirg'inchilik uchrayapmiz. Biz qirilyapmiz. Biz qirilib ketish kerakmi? Tarixda nurg'un millatlar qirilib ketgan, tarix bitim uchragan, biz shularni qatoriga kirish kerakmi? Degan chog'da menimcha biz undaq qilmaymiz. Biz yo'qolib ketgan bir millat emas. Chunki biz hozirgi erkin kamroatgan shu ishyanch bizning millatimiz. Biz shunday bir millat bo'lib yetib bo'lgan. Aşı millatning ichidan erkinsizlikdagi ishlar ishonch odamlar chiqqan. Nimishga degancha ashuna bir millat bo'lganlik uchun. Hozir Xitoyning ichidan chiqqan Xitoyda bu innovat krizisi ig'ir. Yani bularni chet elda ish qilayotgan odamlar bo'lsin, o'ziniki chet odamlar bo'lsin, bularning hech qanday innovat yo'q. Mayli u ziyoli qanchalik o'qigan, qanchalik mashhur bo'lsin, lekin bu xalqi innovatsiya bo'lganligi uchun bu odamlar innovatsiya kerak. Ham bu yerning uchun erkin sudaq bu innovat bor degan chog'da uniki yilsizda shu innovat borchi. Chunki o'sha millat shunday innovat bilan bu dunyoga kelganchi. Çünkü biz cho'qim saqlanib qolishimiz kerak. Chunki biz shuning haqliq. Shuni mayda meniki taklif qildim. Bizniki non-profit organization Project Fondi erkinsizlikdan bosh bo'lib qurdik. Shu innovat bizning shu yurtimizga kelgan paytda hozir davom etadi. Shunashqa biz yana bu ishni davomlashtira olamiz. Uyg'ur Project Fund qurildi. Undan keyin bizni shu innovat bilan o'zimizning mulkimizga bo'lgan shu ishonchni yana davomlashtirib boramiz. Bu menimni qo'shimcha qildim. Sizlardan ketganlar. Ya yaxshi gap bo'ldi. Erkinka o sizlar bir yılın aldıda İngilizce bir muhatıriyeti alıgan tilde chet elliklar bizden Uyg'urlardan men Uyg'urlar nima qiltirma degan savol to'g'riliq birinchi, ikkinchi, uchinchi degandekcho. Hakikaten men bu ba'zi duch keldim. Mendan shundaq men o'zim yashayotgan davlatdagi chet elliklar mendan so'g'a vaqtida men temtirmay sizlarning shu tizgan tezislerimninki bir qismini deb berdim de mesela biz turvatgan devletdeki medya sahasından hareketlendiriş, parlamenterliğe xat yazış, diyen o'xshash sahalar hemimiz için muhimken, bu şey hakkında bir eğer izlerde bo'lsa şu cümleler, kısa to'xtatib bergan bo'lsalar. Şu hozir bu savol yine so'ralyapti-da. Shu oldimizdagi 27-yilda men Yembriya bilan bir suhbatga qatnashmoqchi inglizcha. Ularniki temiz asosiy temisimi chet elliklar Uyg'urlarga nima qilib beradi hozirgi vaziyatda degan. Ashunday endi. Shu bu to'g'ri o'ylashga boshladim. Men endi o'zim bilan bilishayotgan ziyonlardan so'rayman bu temada. Bu hozirgi vaziyatda qanday qilish kerak degan. Endi bu o'z davlatiniki hukumatiga, masalan parlamentiga besim ishlatishniki roli bo'lyapti yaqinda. Misollar chiqdi buniki. Masalan Kanadadagi Uyg'urlar aktivlik bilan parlament odamlari bilan hamkorlashib, ularni Uyg'ur do'sti deb bir guruh qurib olib, ular bilan shularni birlashib, oxiri Kanadada Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosiy irqiy qirg'inchilik degan masala ustida Kanada parlamentida bilet tashlashga opadi bular masalan. Yaqinda Gollandiyada mı bo'ldi bu ish? Gollandiyadagi ishdimi shu Uyg'urlarniki va Uyg'urlarning atrofidagi Gollandiya fuqarolariniki o'ynagan roli intayin cho'ng. Hozir endi Avstraliyada bo'lmoqchi 15-yilda o'xshash ish. Undan keyin hozir endi BDT'ga besim bo'lyapti hozir. BDT'ga zodi shu Sharq Turkistonga tashrish umidi aytish kerak deb. Besim bo'lyapti. Ular hozir BDT'dami, Yevropa Birligidami bu vaqtdagi paranglar boshlandi hozir.
Andaki Xitoymi buni tayyorlab qilyotdi. Xitoylar qanday qilib yolg'onchilik qilib ko'z bo'ylaganligi haqida tayyor qilishni bular boshlayapti. Masalan, lagerdan yaqin quyib bergan odamlarni qaytadan akirib, bularni chiroyli, yaxshi maktablarga kirib, qaytadan tarbiyalagan bo'lib tayyorlayotdi bular. Tashvigarlar kasmishni ko'rsatamiz deb. Lekin eng vahshiy ish bo'layotgan yerlarni kuzatmaydi bular. Ashtagan, o'sha boshqa bizniki, menimcha bizniki birdigan taklifimiz yanılam shu chet eldagi Uyg'ur do'stlarga o'zlariniki birsi medialar bilan ko'proq ko'rishib, ularni uchur bilan ta'minlash. Bu biz Uyg'urlarga qilsak, bular o'ziga yon besib davatidi deb xil ishlarni desakmi, ishonmaydi bular. Ashta bo'lganlik uchun masalan men shu o'tirib qo'yayotgan ishlar 2 yildan keyin aran g'arbniki medialarga chiqyotdi. Menlar emas, bu burun masalan Mashal Uyg'ur guruhi chiqargan dokladlar bor inglizcha. Shu yerda o'tirib qo'yilgan masalalarmi amdiroq o'tirib chiqyotdi. Yaqinda taxma bu Uyg'urlarni ishkiriga yetkazishniki, Uyg'urlarni asmasiya qilish va Uyg'urlarning yildizni quritishni maqsad qilganligini haqidagi narsalar endi oshkorlandi. Lekin bu gaplar agar diqqat qilsanglar 2018-yildan keyin Mashal Uyg'ur guruhi tarafidan e'lon qilingan gaplarning hammasi. Endi o'tirib chiqyapti. Mana bu uchun agar shu gaplarni biz demay, chet elliklar desa, Uyg'urlarning chet ellik do'stlari desa, uniki roli boshqacha bo'ladi. Uni media tezroq qabul qiladi, lekin har qaysi davlatlarniki hukumatlar tezroq qabul qiladi. Shunga menimcha bundan keyin birdigan taklifimiz shu sohada bo'lsa, har bir davlatdagi fuqarolar o'z davlatidagi hukumatga va medialarga besim ishlasa yoki ularni uchur bilan ta'minlasa, undan keyin chet el hukumatlari birlashib Yevropa Birligi va BDTga besim ishlasa, shu orqali eng oxirida Sharqiy Turkistonga bir kuzatish yoki tekshirish umidi berib, ahvollarni haqiqiy egallab chiqmachilik Uyg'urlarning masalasi bo'lmaydi. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Yahudilarniki qirg'inchilikka uchragan ishlari to'g'riliq dokladlar chiqib turgan ayni vaqtda, lekin hali ishlanmagan. Keyin hamma ishlar bo'lib berib tashigan vaqtida hayron qolgan. Uyg'urlarning ahvoli mening farzimcha unindimi vahshiy. Men abiyatin Uyg'urlarga nüfus jihatdan ziyon cho'ng emas dedim. Meniki bu yerda 60% bo'yicha. Lekin Xi Jinping'niki plani Uyg'urlarniki 3dan 1 qismini o'ltirib tugutish. Bu bek ko'p son bu. 6-7 million odam bu. Aşağı boshqa bizdeki bu tahdid hech narsa ketgani yo'q. Shunga mushlarni xalqaroga qabul qildirish jihatlarda shu chet eldagi Uyg'ur do'stlari muhim rol o'ynaydi deb o'ylayman. Yine burada şu chet elde o'zimiz yashayotgan davlatlarda eng muhim bo'lgani Uyg'ur do'stlarni tepib qilsak shu jamiyatdagi odamlari o'z atrofidagilarga bu bizning masalamizni anglatsa buni o'lim yaxshi bo'ldi ekan. To'g'ri. Men shaxsan men bu da'voga unchalar his qatgan odam emas. Lekin shunaqdan ba'zi do'stlarim bo'ldi. Qaysi shularning da aloqali sen bu Uyg'ur davosiga qanday kirib qolding deb so'rasam, ba'zilar ya ben falan vaqtida shu Fukuniyat o'qigan vaqtimda Uyg'ur do'stim bordi. Bek yaxshi odamdi. Falan vayak deydi falan vaqtida men Qashqarga ya Urumchiga borgandim. Uyg'urlarning shunday yaxshiliklarni ko'rgandim. Shu bek ta'sir qildi ekan. Shundan buyon shu Uyg'ur davosiga kirib qoldim deganlarni anladim. Demak, biz az demay atrofimizdagi bir odamga bo'lsa-mu, yaxshi o'rnak bo'la olsak, yashayotgan davlatlarda bo'libmi, g'arib ellarda cho'qim buningki natijasini ko'ramiz degan ishonaman. Ana shunday qilib bugungi programda qimmatli vaqtingizni chiqarib, Erkinka Tosh ikkinlar menga mehmon bo'lganligingiz uchun ko'p rahmat. Sizga ko'p rahmat ukam, mana fursatni berganingizga. Ma programni YouTube'ga chiqaramsiz, video qilib. YouTube'da hozir jonli yayın bor, YouTube'ga ulayaptim. Mundaqdan yaxshi bo'pti. Yaxshi bo'pti. YouTube'da yangi ochgan boshqa odamlar ko'p emas. Biz tashqib qo'yadi uni ukam. Bundan men bu Uyg'urlar Tor jurnalining adresini kinoq chiqarib qo'ydim. Yana ishlardan boshqa gap so'zlar bo'lsa,
Bizler ortaklaşsa. Bo'ldi. Ko'p rahmat ukan. Naydi yaxshi program bo'ldi. Bo'ldi, rahmat Yetaqon, endi Akmika, chapa chiqyapsizlar. Allah razı olsun. Buldu, erzmeydi o.